Assalomu alaykum. Aslida 2-3 kunda tugashi kerak bo'lgan Amerika va Isroilning Eronga qarshi urushi mana 3 haftadirki hali tugagani yo'q. Urush boshlanganiga 20 kun bo'layapti. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Isroilning Eronga qarshi olib borayotgan urushi borgan sari Amerika uchun, Isroil uchun botqoq urushiga, ya'ni uzoq muddatli, surunkali urushga aylanib boryapti. Urushlar nihoyatda qimmat turadi. Urushlarning oqibatlari davlatlarning iqtisodiyoti uchun, geosiyosiy qudrati va aloqalari uchun, ularning jamul-jam resurslari uchun har doim og'ir bo'lgan. Shuning uchun o'tmishda agarki e'tibor bersangiz, dunyodagi eng katta o'zgarishlar, kuchlar nisbatining o'zgarishi, qudratning o'zgarishi aynan urushlar bilan bog'liq bo'lgan va urushlardan keyin rasmiylashtirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hozirgi Eronga qarshi urushni qanday tugallashni yoki qanday chiqib ketishni bilmayapti. Bugun Donald Trump oldida ikkita, biri-biridan og'ir bo'lgan, biri-biridan qiyin bo'lgan ikkita variant turibdi. Birinchi variant bu urushni tugatmasdan, ya'ni Eronda siyosiy tizimni yiqitmasdan, o'zgartirmasdan urushni yakunlash. Chunki urushning haqiqiy maqsadi bu Erondagi siyosiy tizimni yiqitish edi. Bu hech kimga sir emas. Lekin Donald Trump urushda Erondagi siyosiy tizimni yiqitmasdan mintaqadan chiqib ketadigan bo'lsa, ya'ni urushni tugaydigan bo'lsa, buning Amerika uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Birinchi oqibati Amerikaning global prestijiga, global reputatsiyasiga kattagina soya tushgan bo'ladi. Chunki 20 yillik Afg'oniston urushida yengilganidan keyin, Iroqda o'zining missiyasini to'laqonli tugatmaganidan keyin, ya'ni Iroqda ham Amerika tezda chiqib ketgan edi. Va mana Ukrainada esa o'zining ittifoqchisi yoki tarafdori bo'lgan davlatga to'laqonli yordam bera olmayotgan bir fonda, demakki, Erondagi siyosiy tizimni yiqitmasdan bu urushni tugatsa, dunyoda qudratli davlatlar, ya'ni Amerikaning strategik raqiblari yoki dushmanlari o'zlari uchun muhim xulosa chiqaradi. Qolaversa, mintaqadagi Amerikaning ittifoqchilari ham o'zining munosabatlarini qaytadan ko'rib chiqib boshlaydi. Chunki bir qancha arab davlatlari Amerikaga o'tmishda, hozirgi kunda ham o'zining hududidan harbiy bazalar uchun joy berib kelayotgan edi. Va ularning asosiy umidi bizni bir kuni Amerika himoya qiladi degan bir umidi bor edi. Eron va Amerika, Eron va Isroil urushi shuni ko'rsatdiki, yo'q, aslida Amerika bu davlatlarni himoya qilmayapti, aksincha bu davlatlar Amerikaning manfaatlarini himoya qilayotganligi ma'lum bo'ldi. Va qolaversa, bu urushda Erondagi siyosiy tizimni yiqitmasdan bu urushdan chiqib ketadigan bo'lsa, Isroil ihotalanib, yakkalanib, so'nib boshlaydi. Bugun buni Amerika strategiyasi juda ham yaxshi tushunadi. Ikkinchi yo'l Erondagi siyosiy tizimni, ya'ni hokimiyatni to'liq yiqitish, tozalash va o'ziga qulay bo'lgan siyosiy tizimni olib kelish uchun bu yerda yer usti operatsiyasi amalga oshirilishi kerak. Buni ham Amerika qanday qilishni, qanday boshlashni bilmaydi. Chunki Hormuz bo'g'ozi bloklangan. U yerga Amerikaning kemalari kirib kela olmaydi. Hattoki Saudiya Arabistoniga harbiy desant tushib, ular Eronga kirib borguncha ham Eron tabiiyki qarab turmaydi. Agarki mabodo Eronda harbiy operatsiya, quruqlik operatsiyasi amalga oshiriladigan bo'lsa, Amerika bu yerda juda ham katta kuch tashlash kerak bo'ladi. Odatda o'tmishdagi harbiy tajribalarga, amaliyotlarga e'tibor beradigan bo'lsak, o'zini mudofaa qilayotgan armiyaga nisbatan bostirib kelayotgan davlatning armiyasi 2-3 barobar, kamida 2-3 barobar ko'proq, kuchliroq bo'lishi kerak. Agarki Eronning bugungi qo'shinlarining soni taxminan 800 ming, 1 millionni tashkil qilayotgan bo'lsa, demak, Amerika, Isroil va ularning ittifoqchilari kamida 2-3 millionlik armiya bilan kelishi kerak. Bunday armiya Amerikaning tasarrufida mavjud emas. Va shuning uchun hamki Donald Trump bu urushdan qanday chiqishni va urushni qanday to'xtatishni bilmaydi. Chunki urushni boshlab qo'ydi. Erondagi siyosiy tizim yiqiladi, uning rahbarlari yo'qotilgandan keyin xalq ko'chaga chiqadi deb umid qilgan edi. Lekin o'tmishdagi amaliyotlar shuni ko'rsatadiki,
agarki fuqarolarga hujum bo'layotgan bo'lsa, tarixiy obidalarga hujum bo'layotgan bo'lsa, odatda xalq o'zining hokimiyatini, o'zining siyosiy tizimini yoqtirmagan paytda ham butun bir xalq, davlat va millat bitta bayroq ostida birlashadi. Va bugun Donald Trump va Isroil mana shu effektga erishdi. Ular o'zlari istamagan holatda. Eronning qo'lidagi eng kuchli karta bu dunyo iqtisodiyotiga, ayniqsa energetika tizimiga zarba berish qobiliyati hisoblanadi. Dunyodagi kamida 5dan 1 yoki 4dan 1, ya'ni 20-25% neft Hormuz bo'g'ozidan, ya'ni Fors ko'rfazidan chiqadi. Bugun mana bu ko'rfaz Amerika va Isroil uchun, ularning ittifoqchilari uchun to'liq bloklangan. Hormuz bo'g'ozidan, ya'ni Fors ko'rfazidan, demakki Xitoy Xalq Respublikasiga yoki Eronning boshqa yaqin do'stlariga yoki hamkorlariga neft chiqishda davom etyapti. Lekin neftning narxi keyingi kunlarda yana bir bochka xom neft, qayta ishlanmagan neft $100 bo'ldi. Bu dunyo iqtisodiyoti uchun juda ham og'ir bir sinov hisoblanadi. Va mana shu fonda bir necha kun oldin Donald Trump NATO davlatlariga murojaat qilib, bizga yordam berishingiz kerak. Yillar davomida biz Amerika Qo'shma Shtatlari NATOga yordam berib keldik. NATO davlatlarini himoya qilib keldik. Endi NATO davlatlarining navbatiki bizga yordam berishingiz kerak dedi. NATO davlatlari birin-ketin hammasi ochiqchasiga baralla yo'q deb javob berdi. Germaniya, bu bizning urushimiz emas, bu urushga bizning aralashish niyatimiz yo'q dedi. Fransiya davlati ham bu bizning urushimiz yo'q, bu nolegitim urush, bu urushning boshlanishida bizdan maslahat so'ralmadi va biz bu urushga aralashmaymiz, bu NATOning urushi emas dedi. Qolaversa, NATOdagi boshqa davlatlar va ayniqsa Ispaniya bu urushni boshidan oxirigacha bugungi kunda ham qattiq tanqid qilib kelyapti. Savol paydo bo'ladi. Nima uchun Donald Trump Hormuz bo'g'ozini ochishda NATO davlatlaridan yordam so'rayapti? Dunyoda eng harbiy jihatdan qudratli davlat bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Biror bir davlat Amerikaning harbiy mashinasiga, harbiy potensialiga yaqinlasha olmaydi. Lekin Hormuz bo'g'ozini ochishda, unga nisbatan joriy qilingan blokadani yechishda Amerika Qo'shma Shtatlari NATO davlatlaridan yordam so'rayapti. Sababi Amerikaning o'zi, uning qudratli harbiy kemalari, aviatashuvchi katta kemalari Hormuz bo'g'oziga yoki Eronning chegarasiga yaqinlashishdan qo'rqyapti. Bugungi kunda bir qancha katta kreyserlar va aviatashuvchi yirik kemalar Hind okeanida yoki O'rta Yer dengizida Eronning chegaralaridan bir necha ming kilometr uzoqlikda joylashgan va o'zi Hormuz bo'g'oziga yaqinlashishdan qo'rqayotgan Amerika NATOning boshqa davlatlarini mana shu bo'g'ozga yo'naltirmoqchi yoki majburlamoqchi. Boshqacha qilib aytganda, Eron bizni urib tashlaydi, shuning uchun sizlar borishingiz kerak bu yerga degan bir mujdani yoki talabni qo'yyapti. Va mana shu fonda bugungi kunda NATOning ichkarisidagi yagona hamjihatlik, ya'ni o'tmishdagi, ayniqsa sovuq urush davridagi yoki 90-2000-yillardagi NATOning ichkarisidagi hamjihatlik yoki birlik bugungi kunda to'laqonli chilparchin bo'ldi. Bu chilparchin bo'lishning asosiy sababi tabiiyki Donald Trumpning o'zi. Donald Trump hokimiyatga kelganidan keyin u o'zining izolyatsion siyosatini davom ettirib, u aytdiki, bizga bundan keyin NATO kerak emas degan bayonotlarni hokimiyatga kelish arafasida, ya'ni saylov kampaniyasi jarayonida ham bu narsani ko'p marta aytgan edi. Amerika siyosiy elitasi, ya'ni ikkita partiya, demokratlar va respublikachilar, Donald Trump hokimiyatga kelganidan keyin Amerikani NATOdan chiqarib olishi mumkin degan xavotir bilan hattoki Amerikaning qonunchiligini o'zgartirdi. Ungacha Amerika prezidentining vakolatida bo'lgan xalqaro tashkilotlardan, alyanslardan chiqib ketish huquqini Kongress o'ziga olib qo'ydi. Bugun Donald Trumpning irodasi bilan Amerika NATOdan chiqib keta olmaydi. Uni Kongressga qo'yish kerak va Kongressda ikkita partiya birgalikda
ya'ni 75 ga 25 miqdorida mutlaq ko'pchilik ovoz bilan mana bunday qaror qabul qila olishi mumkin. Ya'ni Donald Trampga bunday imkoniyat berilmadi. Va undan keyin ham Donald Tramp hokimiyatga kelgandan keyin ham Yevropa ittifoqidagi NATOning, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining NATO bazalari, NATO kontingenti va Polshadagi, Belgiyadagi, Italiyadagi va boshqa davlatlardagi harbiy kontingentini to'liq qisqartirish yoki yopish masalasini qo'ydi. Donald Tramp iqtisoddan chiqqan, biznesdan chiqqan odam sifatida ularga aytdiki, yoki to'liq pulini to'laysiz, yoki men sizlarni himoya qilishdan to'liq to'xtayman. Ertaga mabodo Rossiya sizlarga hujum qiladigan bo'lsa, men sizlarni himoya qilmayman. Agarki kimki pulini bergan bo'lsa, himoya qilaman. Pulini bermagan bo'lsa, aksincha Rossiyaga sizlarga qarshi gijgijlayman, bosib olishga ularga to'liq imkoniyat, yashil chiroqni yoqaman degan fikrlarni ham aytgan edi. Qolaversa, Donald Tramp hokimiyatga kelganidan keyin har bitta NATOga a'zo davlat o'zining yalpi mahsulotidan kamida 5% ni mudofaaga ajratsin. Ajratilayotgan pulning ma'lum bir qismini Amerikaga to'lasin va Amerikaning qurol aslahalarini sotib olsin degan talabni ham qo'ygan edi. Bu talabga ba'zi bir NATOga a'zo davlatlar bajonidil javob berdi. Misol uchun Turkiya qurollanish uchun Isroilga yoki boshqa bir davlatlarga kelajakda potensial to'qnashuv bo'lganda tayyor turish uchun Donald Trampning mana bu bayonotini yoki talabini qabul qildi. Va bugungi kunda Turkiya o'sha 5% miqdordagi mudofaa tizimiga o'tib boryapti. Lekin Ispaniya kabi davlatlar u konfliktga kirishish potensialidan uzoq bo'lgan davlat, u yalpi ichki mahsulotining 5% ni ajratadigan bo'lsa, boshqa ijtimoiy loyihalarni, ijtimoiy himoya dasturlarini qirqishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun Ispaniya haliga qadar Donald Trampning 5% lik yalpi ichki mahsulot talabini mudofaaga ajratayotgani yo'q va bunga to'laqonli yo'q deb javob berdi. Va mana shu fonda Donald Trampga qolgan NATO a'zo davlatlari ham o'zining xayrixoh emasligini bildiryapti. Donald Tramp hokimiyatga kelganidan keyin NATOga a'zo bo'lgan Daniyaning tarkibiy qismi, ya'ni Grenlandiya orolini bosib olish bilan anchadan beri tahdid qilib keladi. Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, NATO ichkaridan to'liq parchalangan bo'ladi. Ya'ni NATO bilan Amerikaning keyingi 1,5-2 yildagi munosabati o'ta ziddiyatli, o'ta tahlikali yoki qarama-qarshi turishga asoslangan bo'lib keldi. Mana endi bugungi kunda Donald Trampga yordam kerak bo'lib qolgan edi, u NATO davlatlaridan yordam so'radi. Birorta ham NATOga a'zo davlat biz yordam beramiz degani yo'q. To'g'ri, ba'zi kichik davlatlar borki, ular Donald Trampga yoki Amerikaga ma'naviy yordam bermoqchi. Ya'ni ularda katta armiya mavjud emas. Ularda katta o'sha kemalar, harbiy kemalar mavjud emas, lekin Donald Trampning ko'nglini ovlash uchun, unga xo'p deyish uchun taxminan 5 ta yoki 7 tadan harbiy soldat yubormoqchi. Aslida bu davlatlarning harbiy potensiali o'zlarini himoya qila olmaydigan darajadagi kichik bir davlatlar hisoblanadi. NATOdagi eng asosiy nuqta bu psixologik nuqta. Ya'ni NATOga a'zo bo'lgan davlatlardan birortasiga kimdir hujum qiladigan bo'lsa, ular birgalikda hammasi yoppasiga o'sha hujum qilgan davlatga, agressor davlatga qarshi turish holatida bo'lishi kerak va ichkarida hech qanday bo'linish bo'lmaydi degan bir nuqtani, pozitsiyani ushlashga harakat qilib kelar edi. Donald Tramp hokimiyatga kelganidan keyin Donald Tramp sababli mana bu psixologik nuqta buzildi. Chunki Donald Tramp Rossiya bilan kelishishga ko'proq moyil bo'ldi. Aytaylik, Sharqiy Yevropadagi davlatlardan ko'ra yoki Fransiya yoki boshqa davlatlardan ko'ra Rossiya bilan kelishishga ko'proq moyil bo'ldi. Mana endi bugungi kunda Donald Trampga NATOning yordami kerak bo'lganda, NATOga a'zo davlatlarning o'zlari Donald Trampdan o'ch olib boshladi. Bu bilan dunyodagi eng katta harbiy alyans, harbiy ittifoq, harbiy blok ichkarisida to'liq dars ketayotganligini, dars ketib bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Aslida NATO davlatlar ichkarisidagi ma'naviy inqiroz ancha bo'lyapti boshlanganiga.
Buning boshlanish sababi avvalambor bu Amerika Qo'shma Shtatlarining Isroilga bo'ysunib Yaqin Sharqdagi adolatsiz urushlari hisoblanadi. Mana shunday urushlar aslida bugun boshlangani yo'q. Bu 2003-yilda Iroqqa bostirib kirgan paytidayoq boshlangan edi. Chunki Iroqqa bostirib kirganida Amerika Qo'shma Shtatlari NATOning asosiy davlatlari yoki NATO bloki umumiyatla Amerika Qo'shma Shtatlarini qo'llab-quvvatlagan edi. Bir tomondan Iroq kampaniyasida Amerika xalqaro qonunchilikka ko'ra agressiv urush olib bordi. Chunki BMT Xavfsizlik kengashining roziligini olmadi, so'rab o'tirmadi. Chunki rozilik berilmasligi ma'lum bo'ldi. Hattoki Fransiya ham veto qo'yaman dedi. Rossiya va Xitoy ham veto qo'yaman dedi. Lekin shunday bo'lsa-da, Iroq kampaniyasida 2003-yilgi Iroqqa bostirib kirishda NATO davlatlari Amerikani bevosita va bilvosita to'liq qo'llab-quvvatladi. Undan keyin 2023-yilga kelib Isroil bilan G'azo sektori urushi boshlanganida G'arbda to'liq bo'linish paydo bo'ldi. Bugun G'arb davlatlari, Yevropa ittifoqi davlatlari, G'arbiy Yevropa davlatlari Yaqin Sharqqa kompleks qaramoqda. Bu yerdagi urushlarning asosiy sababchisi, provokatori yoki tashabbuskori bu Isroil ekanligi hammaga ma'lum. Isroilning birinchi maqsadi bu mintaqada to'liq hegemonlikni saqlab qolish. Yagona atom bombasiga ega bo'lgan davlat sifatida, yagona harbiy qudrat sifatida Amerikaning yordamida Yaqin Sharqni to'liq qayta formatlash, o'ziga qulay mintaqaga aylantirish va ikkinchi maqsadi Katta Isroil loyihasiga tezroq o'tib olish. Va buning uchun bugun Isroil dunyo hamjamiyati, dunyo jamoatchilik fikriga to'liq qarayotgani yo'q, to'liq uni inkor qilyapti. Misol uchun 1970-80-yillardagi Isroil bilan bugungi Isroil o'rtasida kattagina farq mavjud. O'sha paytda ham Isroil anchagina agressiv davlat edi. Lekin u paytdagi Isroil har qalay mintaqada yoki dunyo hamjamiyati, ayniqsa G'arb davlatlaridagi jamoatchilik fikriga u yoki bu shaklda e'tibor berar edi. Bugungi Isroil o'ta tajovuzkor Isroil. U dunyo hamjamiyati, G'arb davlatlarining jamoatchilik fikriga mutlaq e'tibor bermaydi. Aksincha, kuch bilan agressiv siyosiy va harbiy kampaniyalar bilan katta va aniq nishonga oluvchi qotilliklar bilan o'zining nishoniga erishmoqchi. Amerika hamda Isroilning Eronga qilgan mana bu urushi dunyoda kuchlar nisbatini o'zgarishini tezlashtirishi mumkin. Chunki Amerika, aytganimdek, Donald Trump mana bu urushga kirganidan keyin qanday chiqishni bilmayapti. Bugun Amerika hattoki Eronga harbiy kontingent yer usti operatsiyasi boshlayman deganda ham bu harbiylarni qayerdan qanday kiritishni bilmaydi. Chunki Saudiya Arabistonidan Erongacha yoki Eronning orolchasi, ya'ni Fors ko'rfazidagi oroliga qadar taxminan 150-200 kilometr masofa bosib o'tish kerak. Bu masofani albattaki bosib o'tayotganda Eron qarab turmaydi. Eron ularni nishonga oladi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, Eronning ichkarisidagi etnik to'qnashuvlarga harakat qildi. Buning imkoniyatini topa olmayapti. Harbiy kontingent yuboray desa, katta qurbonlarga Amerika tayyor emas. Amerika qurbonlarga katta qurbonlar berib, u yerdagi siyosiy tizimni, Eronning hokimiyatini yiqitishni hech bir ssenariyasini topa olmayapti. Va mana bu fonda dunyodagi bitta inqiroz, Yaqin Sharqdagi inqiroz ikkinchi katta yirik inqirozni boshlab beryapti. Ya'ni keyingi 70-80 yil ichida shakllangan NATO ichkarisidagi hamjihatlik, psixologik birlik bugun to'liq chilparchin bo'ldi. Buning birlamchi sababchisi Isroil, uning ijrochisi esa Donald Trump hisoblanadi. Rahmat, salomat bo'ling.